Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi obyektimiz va nihoyat bitdi. Bu joyimizga premium klassdagi 7000 Engelberg romlardan o'rnatib berdik. Eshiklariga Termo 7000 Termo 70 seriyasidan foydalandik. Panorama oynalar. Ramlarimiz двойной mexanizm. Vorney. Kimga shunaqa premium klassdagi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Nomerlarni qoldiramiz. Qulay narxlarda qilib beramiz. Bu joyga podokonniylarni ham boshqacha yo'nalishda trapetsiya podokonniylarni qo'yib berganmiz. Choklarga e'tibor berib qo'yasizlar, o'ta go'zal. Do'stlar, bu birinchi etajimiz. Hozir ikkinchi etajni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Do'stlar, bu ikkinchi etajimiz. Mana do'stlar, oynalarimiz energiya tejovchi kalyonli oyna bo'lgan. 04 lik. Tashqi qavati ham, ichki qavati ham kalyonli kuydirilgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, kechirib qo'yasizlar. Bu joyimiz ham ko'cha taraf. Ko'cha tarafga 3 ta bunaqa 8 burchakli joy qilib berganmiz. Choklari ham o'ta go'zal kelgan podokonniylarimiz. Bu burchaklarga adapter turbadan foydalanganmiz. O'zgacha dizayn bu ham. E'tibor berasizlar. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. O'zimiz aloqaga chiqamiz inshaalloh.